Akademiya o'quv markazi Denov tumanidagi eng qimmat o'quv markazi deyishadi. Ha, to'g'ri eshitdingiz, eng qimmat o'quv markaz. Keling, nega bundayligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Avvalambor, Akademiya o'quv markazida boshqa joylarda mavjud bo'lmagan o'quv bo'limi mavjud bo'lib, bu bo'lim nafaqat o'quvchilarni, balki o'qituvchilarni ham nazorat qiladi. Dars sifati, uslubi, talablarga javob berishi, ta'lim olish uchun kerakli jihozlardan foydalanilishi hammasi diqqat markazida. Har bir kelgan o'quvchining darajasi aniqlanib, o'ziga mos guruhlarga joylashtiriladi. Bundan tashqari, o'quvchilarni onlayn nazorat qilish platformasi mavjud bo'lib, maxsus platformamiz orqali ham o'quvchi, ham o'qituvchi nazorat qilinadi. Darsga kelgan, kelmaganligi, kechikkanligi, o'qishi qanday ketmoqda, barchasi ota-onalar uchun ochiq ko'rinib turadi. Ota-onalar bilan o'quv bo'limining maxsus xodimlari doimiy aloqada bo'lib turadi. Farzandingiz o'zlashtirishi haqida shaxsan sizga telefon orqali xabar berishadi. Bundan tashqari, ichki monitoring testlari mavjud bo'lib, ushbu testlardan yaxshi natija ko'rsatgan o'quvchilar 50% chegirma, bundan tashqari bepul darsliklar va esdalik sovg'alarini qo'lga kiritishadi. Akademiya o'quv markazining barcha 3 filialida 1700 dan ortiq talabalarimiz yuqorida aytib o'tilgan barcha imkoniyat va xizmatlardan to'laqonli foydalangan holda sifatli ta'lim olib kelmoqda. Endi sizga savol: arzon narx yoki sifatli ta'lim? Tanlov o'zingizda.